Bugun MIT universitetidamiz va bugungi mehmonimiz Abdulloh. O'zbekistondan kirgan birinchi o'zbek. Ya'ni bu yerdagi studentlarning darajasi juda ham baland o'zini fani bo'yicha. Boshqa fanlarni yaxshi bilmasligi mumkin. Bu yoqqa kelib o'rganadilar ham. Ya'ni SAT, AP, A-level bu maktab o'quvchilari uchun просто test. IB bu как, misol uchun, men Westminsterda yozgan research paperimga o'xshagan narsa. Masalan, xalqaro olimpiada 10 soat davom etadi. 5 soat nazariy, 5 soat amaliy bo'ladi. 2 kunga bo'lingan bo'ladi. MIT botaniklarning joyiga o'xshaydi. Bu yerda, misol uchun, Stanfordda partiyalarni ko'rdim. Unaqa partiyalar yo'q. MITning bitta qiziq tomonlaridan bittasi, MITda bitirayotgan o'quvchi suzish bilishi shart. Ertaga bu javobingiz o'zgarishi mumkin, lekin просто bugunga so'rab qo'yamiz. Ertaga 4 yildan keyin O'zbekistonga qaytib borasizmi? Chicago menga kamida $3000 investitsiya qilgan edi o'sha paytda. Cheki programmasi $1000 edi, flightlar bilan 2000 plus 3000 bo'ladi. Demak, MITga kirgan Abdullohni hali kelajagidagi kasb tanlamagan. Yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Bugun MIT universitetidamiz va bugungi mehmonimiz Abdulloh. O'zbekistondan kirgan birinchi o'zbek MIT universitetiga bakalavr dasturiga. Assalomu alaykum Abdulloh. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Biz o'zi xush keldik siz universitetingizga. Keling, bugun biza MITga kirganingiz haqida Umid akaning podkastlarida gapirdingiz. Qanaqa kirdingiz, nimalar bo'ldi? Bugungi podkastda biz nimani gaplashmoqchimiz? Bugungi podkastda o'qish sentyabrda boshlangan bo'lsa, hozir noyabr, sentyabr, oktyabr, noyabr, misol uchun 3 oy o'qidingiz. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Misol uchun MITga kirdingiz, kutganingiz bo'ldimi? İlk boshlanishiga intro qilish uchun, misol uchun, yangi studentlarimiz bor. Bu yerda sizni endi ko'rishayotganlar bor. Shuning uchun ozgincha o'zingizni tanishtirsangiz, ya'ni qayerda o'qigansiz, IELTS, SAT ballaringiz hammaga qiziq. Necha SAT bilan kirdingiz? Assalomu alaykum. Meni ismim Abdulloh va men MIT universitetiga 2029-yil bitiradigan sinfga qabul qilinganman va men o'zim haqimda birinchi aytmoqchi bo'lgan narsa, test baholariga keladigan bo'lsa, IELTSdan 8 ball qo'lga kiritganman, SATdan 1460 va maktabim Armeniyada bo'lgan, ya'ni high school, UWC, ya'ni United World Colleges, Dilijan, Armeniya bo'lgan va bu bergan savolingizga har xil tomondan yondashib javob bersa bo'ladi. Nima o'zgardi, qaysi ma'noda? Mana o'zimni kutgan narsalarim nima edi? Birinchi navbatda albatta bu akademik rigor, ya'ni qanchalik kontent qabul qila olish va davom etish, maktab bilan universitet farqi qanchalik katta bo'ladi. Ayniqsa MITda meni kutishim bo'yicha fanlar ancha qiyin bo'lishi kerak edi va bu to'g'ri bo'lib chiqdi. Lekin bundan menga eng ko'p yoqqan narsa bu o'zim uchun bo'lgan joyga kelgandek his qildim. Nima desa bo'ladi? I was made for this. Like that's how I felt like. Birinchi 3 oyda. Hozir 3-oydamiz va bu feeling davom etmoqda. Har bitta fanda qanchalik chuqur o'rgatilsa, shunchalik zavq ko'p bo'ladi hozirgi kunlarda va hozir masalan 5 ta kurs olayotgan bo'lsam, ikkitasini oddiy emas, ya'ni qiyinroq darajada olaman. Aynan o'sha ikkita kurs menga eng yoqqanlaridan qolgan 5 tasini orasida va buni sababi qanchalik qiyin bo'lsa, shunchalik zavq ko'proq bo'ladi. Demak, sizga o'sha challenge, qiyin narsalar yoqadi. Shuning uchun MIT ni tanlagansiz. Nimaga aynan MIT, misol uchun sizda Stanford, Harvard, Yale optionlari bor yoki Chicago bo'lishi mumkin. Nimaga aynan MIT ni tanladingiz? Yaxshi savol. MIT ni tanlashda one dimensional thinking bo'lmaydi, ya'ni qaysi ma'noda bitta tomondan approach qilib universitet tanlash qiyin. Masalan, havosi yaxshi ekan, mashqga topshiraman yoki masalan, mana bu kurs bor ekan bu yerda, o'shaning uchun mashq kurs olish uchun yoki mashq professor bilan ko'rish uchun bitta universitet tanlayman deyish menimcha xato. Ko'p tomonlama o'ylab qaror qilingan bu meni MITga topshirishim va birinchi sabablardan bittasi bu yerga odamlar. Nimaga deyilganda, men o'zim kimyo olimpiadasi, xalqaro olimpiadasiga qatnashganman va ko'pchilik men kuzatgan xalqaro olimpiada g'oliblari eng top o'rinda medallar olganlar va boshqa xalqaro fan olimpiadalari, ya'ni matematika, informatika va fizikadan eng baland ball oladiganlar ko'pincha MITga topshiradi, as opposed to other universities, masalan Harvard yoki boshqa Yale'da protsent ancha kamroq. Bu nimani anglatadi? Ya'ni bu yerda o'quvchilar boshqa oddiy universitetda undergradini o'zini fanidan tugatib bo'lgan va undan yana ko'proq narsani o'rganish uchun kelayotganligini bildiradi. Ya'ni bu yerdagi studentlarning darajasi juda ham baland o'zini fani bo'yicha. Boshqa fanlarni yaxshi bilmasligi mumkin. Bu yoqqa kelib o'rganadilar ham, lekin
eng menga yoqqan tomoni nima bo'ldi? Ular o'zini sohasida boshqa high school o'quvchilaridan ko'ra ancha yuqori natijaga erishib olgan va universitetda bu narsani davom ettiradi. Bu menga eng yoqqan narsalardan bittasi. Undan keyingisi MITdagi aynan research, ya'ni tadqiqotga bo'lgan e'tibor. MITda departament bor, Undergraduate Research Opportunities Program degan. Bu ya'ni aynan bakalavrda o'qiydigan o'quvchilar uchun tadqiqot uchun imkoniyat beradigan departament. Va bu orqali universitet professorlari juda ham approachable. Ya'ni email yozganda javob qaytaradi. Masalan, sizni tadqiqotingizga qiziqaman, bo'sh joy bo'lsa, masalan, tadqiqotingizda o'sha o'zingizning proyektingizda mani qabul qila olasizmi deb yozsa, ko'p professorlar javob beradi. Darajasiga, o'quvchi darajasiga qarab, oldin nima ish qilganligiga qarab, chunki bu yoqqa kelganda kelishdan oldin o'quvchilar research qilgan bo'ladi, katta ehtimol. O'shaning uchun bu juda ham accessible narsa, tadqiqot bakalavr o'quvchilar uchun. Undan keyingi faktorlardan bittasi bu yerdagi professorlar, ya'ni o'quvchilardan tashqari bu yerdagi professorlar o'sha dunyodagi eng zo'r, o'zini sohasi bo'yicha eng zo'r professorlar. Masalan, misol keltiradigan bo'lsam, men bu semestr olayotgan fizika darsi electricity and magnetism, u professor italiyalik va ko'pincha CERNda, agar bilsangiz, Shveysariyada particle collider bor. Juda ham katta, dunyodagi yagona va undan tashqari yana bitta bor adashmasam, lekin dunyodagi yagona particle colliderlardan bittasi va u yakshanba kuni o'sha yoqqa borib eksperimentini o'tkazadi Shveysariyada, bu yoqqa qaytib keladi. Men bundan qattan bilib qoldim. U aytdiki, yakshanba kuni agar savolinglar bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Men Amerikada bo'lmayman, lekin Zoom orqali uchrashsak bo'ladi, samolyotda ham savollarga javob bera olaman deganda juda ham hayron qolgan. U juda ham oddiy aytyapti bu narsani, lekin o'ylab ko'rsa, bu juda ham katta narsa va aynan shu odam sizning savolingizga javob beraman deb turgani bu yana o'qishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Ya'ni har hafta u Shveysariyaga qatnab borib keladi. Har hafta emas, kerak bo'lgan paytda borib eksperiment o'tkazib qaytib keladi. O'sha paytda sizga vaqt ajratadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni MITni tanlashingizdan asosiy sabab bu yerdagi atmosfera, ustozlar fanlarning qiyinligi, challenge. Siz yo'nalishingiz mana futbolkangizdan ko'rinib turibdi. MITning anaqasi red, ya'ni kalamushlar, injenerimiz. Kalamush emas, beaver, qunduz. Qunduzmi? Nimaga qunduz deyishinglar mumkin? Chunki qunduz tabiatdagi tabiiy muhandis. Chunki qunduzlar tabiatda dam quradi. Dam o'zbekchasiga suv to'siqlari quradi. Va agar tabiatda ko'radigan bo'lsalar, juda ham qiziq jarayon. U tabiat injeneri deb aytsa bo'ladi. Shuning uchun qunduz MITning maskoti. Tushunarli. Ya'ni bular tabiiy muhandis bo'lgani uchun MIT muhandislarni yetishtirib chiqaradigan simbolda qunduz tanlangan. Zo'r. Xo'p, MITni tanladingiz. Buni aytdingiz, adashmasam, bu dream sizda 8-sinfdan boshlangan. Ya'ni 8-sinfda siz bilardingiz MIT borligini va MITga nimalar kerakligini. Buni research qilib topdingizmi yo kimdir sizga aytdimi? Agar 8-sinfimga qaytib boradigan bo'lsak, bu birinchi eslashim kerak bo'lgan narsa bu Muhammad Rizo akamlar. Nimaga deydigan bo'lsak, o'sha paytda Muhammad Rizo akamlar matematika o'qirdilar. O'sha 2020-yilda xalqaro matematika olimpiadasida qatnashganlar va men ularning orqasidan matematikaga qiziqqanman va matematika o'qish boshlaganman va o'sha har xil kitoblar, ular maslahat bergan, o'shalarni o'qish boshlaganman va olimpiada natijalarini kuzatish o'sha yerdan boshlaganman. Har xil davlatlarnikini, O'zbekistonnikini. Va o'shandan keyin ko'rganimda shu Muhammad Rizo akam aytganlar, o'sha MIT dunyodagi birinchi o'rnda turgan universitet, STEM bo'yicha va ko'p olimpiada g'oliblari o'sha yoqqa borib o'qishni davom ettiradi deganlaridan keyin o'sha paytda qiziqish boshlangan MITga. Lekin u paytda men oddiy 8-sinf bo'lganman, xayolimga ham kelmagan bir kun o'sha yoqqa topshirib bu yoqqa o'qishga kelishim. Demak, siz qaysi konsalting ishlatdingiz desa, o'sha Muhammad Rizo akani konsaltinglarni ishlatibsiz. Akangizlar sababchilar sizni shu yerga kelishingizga gap bo'lishi mumkin emas. Endi MITga kirishingizga ikkita main faktor yordam berdi dedingiz, shu UWC va xalqaro olimpiada. Xalqaro olimpiadaga keladigan bo'lsak, bu olimpiada, misol uchun mana bizning maktabda bo'ladi olimpiadalar, misol uchun tumanniki, shaharniki, viloyatniki. Shunaqa olimpiadadan chiqqan o'quvchilar chiqadimi bu yerga? Sistema har yil o'zgaryapti, lekin men o'zim yilni qatnashganimda nima bo'lgan? Bu asosiy basic structure har yili
ko'pincha davom etadi. O'sha maktab saralashi bo'ladi, maktabdan keyin tuman bo'ladi, tumandan keyin shaharga borganda top 5 talikni o'sha xalqaro olimpiada saralashga taklif qilinadi. O'sha xalqaro olimpiada saralashdan keyin birinchi 5 ta tanlanadi, keyin 12 ta, keyin oxirida kimyo olimpiadasi uchun masalan 4 ta, matematika uchun 6 ta, fizika uchun 5 ta, informatika uchun 4 ta, biologiya uchun 4 ta tanlab olinadi. U shunaqa O'zbekistondan 4 ta. O'zbekistondan har o'zini olimpiadani o'sha regulationi har bitta davlatdan masalan matematikaga 6 ta, fizikaga 5 ta, biologiyaga 4 ta, kimyaga 4 ta bola taklif qilinadi. Undan ko'p mumkin emas. Sizniki biologiya. Kimya. Ha. Demak, kimyo bo'yicha siz nechinchi sinfda? 10-sinfda. 10-sinf maktabda, oddiy maktabda 10-sinfda kimyo bo'yicha siz respublikaga chiqdingiz. Unda 10-sinfda respublika bo'lmaydi. 10-sinfda o'sha hozir aytib o'tgandek shaharda top 5 talikka kirsa, keyin u yoqdan xalqaro olimpiada saralashi davom etadi. Tushundim. Bu yerda shahardan keyin nechta etap o'tdingiz yana? Shahardan keyin 3 ta bo'ladi. 3 ta etap. 3 ta etapdan ham siz birni olib chiqdingiz. Birinchisida 1, keyingisida 2 olib chiqaman. Tushundim. Lekin oxirida barobar. Ya'ni dunyo bo'yicha 10-sinflarning ichidagi unaqa bo'lmaydi. Olimpiada sinflar bo'yicha kategoriya qilinmaydi. Olimpiada qanaqa bo'ladi? Birinchi top 10% ga, top 10% eng baland bahoga egaligi oltin, keyingi 20% ga kumush, keyingi 30% ga bronza medal beriladi. O'tda o'rin degan narsa bo'lmaydi. Asosan o'sha medallar bo'yicha ko'rinadi. Lekin competition nechinchi sinflar orasida bo'ladi? High school 10-11. 9-10-11. Chunki O'zbekistonda 9 sinfga ruxsat berilgan, sababi bizda 11 yillik sessiya va butun dunyo bo'yicha asosan 10-11-12 yilda qatnashadi. Demak, siz 10-sinfda borganingizda o'sha 9, 10, 11, 12 yillar bilan bellashgansiz. O'shalar orasida birinchi o'rinni oldingiz, oltin medal. Oltin medal. Zo'r. Bu olimpiadaga qatnashmoqchi bo'lgan bolalar nima qilishi kerak? Bu juda ham oddiy prosess emas. Bu aynan qurbonlik talab qiladigan prosess. Qaysi ma'noda fanni o'qish bilan almashtirish kerak. Masalan, men o'zim kelgan bo'lsam, kuniga kamida 8 soatdan shug'ullanganman, kamida 1,5 yil. Bitta o'zim bo'lmagan, albatta ustozlarim bo'lgan, Muxira Boltayeva, Bobur Boltayev, Bekzod aka Boltayev, Jalolbek Muhsinovlar, shout out. Chunki ularsiz bu narsa possible bo'lmasdi. Ularni guidance bilan shu natijaga erishganman va o'zimni tayyorlash prosesini aytadigan bo'lsam, kuniga 8 soat shug'ullanishga majbur bo'lganman, chunki olimpiadaga qatnashishdan oldin iloji boricha ko'proq problem solving skillslarni maksimallashtirish kerak. Masalan, olimpiadada har doim yangi informatsiya beriladi, aynan kimyo olimpiadasida. O'sha yangi informatsiyani joyida hazm qilib, joyida ishlatib bilish kerak. Chunki masalan, o'tda yangi umuman yuqori darajadagi formulani berib qo'yish mumkin va undagi chiqatda ko'rmagan narsangizni berib qo'yish mumkin. Qayerdan nima juda ham basic tushuntirish beradi, o'shani ishlatishni bilish kerak. Bunda asosan problem solving skillslar juda ham katta yordam beradi va uning uchun ko'proq masala ishlash kerak va bu narsani train qilish kerak. Har kuni o'sha 5 soatga qo'yib, chunki olimpiada, masalan, xalqaro olimpiada 10 soat davom etadi. 5 soat nazariy, 5 soat amaliy bo'ladi, 2 kunga bo'lingan bo'ladi. O'sha 5 soat nazariysini biz o'sha o'tirib yechardik va keyin yechganimizdan keyin javob bilan solishtirib, keyin analiz qilib, keyin yechib olganimizdan keyin 3 soat o'sha ustozlarimiz dars o'tishardi. O'sha universitet programmasidan. 5 soat tanaffussiz. 5 soat tanaffus ekzamen bo'ladi. Tanaffus qilish mumkin, masalan, suv ichish mumkin yoki chiqib kelish mumkin, lekin u vaqt yo'qotilgan bo'ladi. Demak, xalqaro kimyo olimpiadasida birinchi o'rinni olish uchun siz 8-sinfda boshlagansiz. 8-sinf oxirida yozda boshlaganman. 9-sinfga o'tayotgandim. 9-10 2 yil vaqt ketgan. 2 yil siz 8 soatdan har kuni. Bu yerda maktabda ham programmasini tugatish kerak. Universitetda ham programmasini tugatish kerak. Lekin men 8-sinf oxirida maktab programmasini tugatmagan bo'lganman. Chunki hozir aytib o'tib ketgan ustozlarimiz asosan maktab programmasini tugatib bo'lganlar bilan ishlaydi. Chunki maktab programmasi juda ham basic narsa. Masalan, maktab programmasi kimyo uchun birinchi sinf deb olsak bo'ladi. Chunki birinchi sinfda masalan sonlarni qo'shib ayirish o'rgatiladi. Maktab programmasi o'zi shunaqa narsa, kimyoga qo'shib ayirish. Demak, olimpiadaga chiqish uchun ham maktab, ham bakalavr dasturini tugatish kerak. Kimyo bo'yicha. Bu agar shu ishlarni qilsa, u yaxshi natijaga erishish juda ham ehtimol baland bo'ladi. Demak, MIT ga kirish uchun birinchi qilinadigan ish o'sha kimyo. Faqat kimyo bo'lish kerak, biologiya, fizika. Yo'q, farqi yo'q. Qaysi bu yerda masalan asosan ko'pincha matematikadan olimpiadaga qatnashganlar juda ham ko'p. Keyin bundan tashqari, buni faqat yagona yo'l deb aytolmayman. Men prosta o'zim xalqaro o'quvchilarni ko'rganimdan kelib chiqib aytaman. Bu yerda masalan xalqaro o'quvchilardan 90% dan ko'pi aynan o'sha olimpiadaga qatnashib kelganlar. Masalan, bu yerda xalqaro o'quvchilar uchun alohida ingliz tili kursi bor. O'sha Amerikadagi universitetlarda qanaqa talablar bor va boshqalarni
aynan o'rgatish uchun. U o'sha 12 kreditli kurs va yozish kursi sifatida o'tadi. Majburiyatlardan bittasi va o'sha kursda masalan asosan xalqaro o'quvchilar hammasi 12 ta bola bo'lsa, u yerda 3 ta fizikadan oltin medal olgan o'quvchi bor, bitta informatikada dunyo bo'yicha birinchi o'rin olgan o'quvchi bor va undan tashqari men ham o'sha yerdaman. Qolganlar bilan ancha ko'p gaplashmaganman. Nollar ham olimpiada qatnashgan bo'lsa kerak. Bu yerda atmosfera shunaqa. Birinchi his qilinadigan narsa, agar qaysidir fandan nimagadir erishmagan bo'lsa, baribir shok qattiq bo'ladi. Agar xalqaro o'quvchi sifatida. Chunki qolgan o'quvchilarga qarab, ular masalan graduate kurs olyapti, ya'ni undergradlardan keyingi o'tib ketgan graduate kurs olyapti va siz agar eng entrance birinchi matematika 1 olayotgan bo'lsangiz, baribir juda ham qattiq shok bo'ladi. Baribir masalan full proof way menimcha olimpiadalar juda ham katta yordam beradi bu yoqqa qatnashishingizga. Demak, MITga o'sha matematika, fizika, ximiya, biologiya, informatika. Shu 5 ta fandan xalqaro olimpiadada oltin, kumush medallarni olish kerak kamida. Kamida emas, shans oshirish uchun qilish kerak bo'lgan. Lekin masalan, bu yerda yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu olimpiadalarda qatnashib, nimadirga erishish uchun ham katta passion bo'lish kerak. End goal MIT bo'lish kerak emas. Bu birinchi narsa, chunki masalan men ximiyani o'qish boshlayotganimda end goal MIT bo'lmagan. Menda MIT degan narsa programmada bo'lmagan. Prosta ximiya o'zi uchun qiziq bo'lgan. Ximiya qiziq bo'lgan. Chunki ximiya nimaga qiziq bo'lgan menga? Ximiyada matematika bor, fizika bor. Aralash, undan tashqari ximiyani o'zining konseptlari bor. Hammasi aralashsa juda ham powerful application qilsa bo'ladigan, natijalarga erishsa bo'ladi. Menga o'shancha ximiya qiziq bo'lgan. Kimgadir matematika, kimgadir fizika qiziq bo'lishi mumkin. Bu olimpiadalarga agar fan uchun katta passion bo'lmasa, bu befoyda. Tushunarli. Ya'ni imini MITni deb qanaqadir olimpiadada o'rin ola olmaydi. Ya'ni o'zi xohlasa, o'zi qiziqsa, o'sha matematika, fizika bo'yicha olimpiadada yutib, keyin MITga topshirish mumkin. Chunki disiplinsiz bu narsani qilib bo'lmaydi. Disiplinni prosta majburlash ham baribir qanchagacha davom etishini xudo biladi. Agar passion 2 yil har kuni 8 soatdan men tasavvur qila olmayman. Ekzamin 5 soatli 2 kun. Birinchisi okey, ketdi. Ya'ni agar siz 8-sinfdan boshlab shu narsaga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, MITga harakat qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi main faktor UWC. Ya'ni bu xalqaro maktab adashmasam, international IB level o'qitadi. Ya'ni IB tushunishinglar uchun SAT dan ham, A level dan ham, AP dan ham qiyin, undan keyingi etap. Undan keyingi etap emas, hammasi siz sanab o'tgan narsa, hammasi high school o'quvchilari qiladigan narsalar, ya'ni yuqori maktab o'quvchilari qiladigan narsalar va IB o'shalardan bittasi. Lekin workload bo'yicha IB qiyinroq. Sabablarni ham aytib o'tib ketishim mumkin. Masalan, AP bilan A levelsda men o'zim bilishim bo'yicha asosiy end goal imtihon. Shu oxirida imtihon topshiradi. Har bitta fandan 5 ta 6 ta imtihoni bo'lsa ham hammasini topshiradi. Tugaydi. IBda unaqa emas. IBda har bitta fandan yana tadqiqot qog'ozi yozish kerak. O'sha 3000 ta so'zli STEM fanlari bo'yicha 2000 ta so'zli social science bo'yicha va agar ulardan yaxshi baho olmasa o'tmaydi baribir. Bundan tashqari IBda yana 4000 ta so'zli o'zi tanlagan fan bo'yicha tadqiqot yozish kerak. U external essay degan narsa. O'sha men ximiyadan yozganman o narsani, o'sha eksperiment qilib, o'shani natijalarini to'g'rilab yozib, ular xohlagan formatda yozib berish kerak. O'shaning uchun IBning workloadi qiyinroq qolgan programmalarga nisbatan. Ya'ni SAT, AP, A level bu maktab o'quvchilari uchun prosta test. IB bu misol uchun men Westminsterda yozgan research paperimga o'xshagan narsa. Ya'ni universitet bakalavr levelidagi imtihon desa ham bo'ladi. O'sha workload kattaroq. Content masalan unchalik qiyin bo'lmasligi mumkin. Qaysi ma'noda? Content masalan A levelda ko'pchilik aytadi, matematikasida ko'proq narsalar o'tiladi deydi. Lekin IBning matematikasi workload bo'yicha qiyinroq. Chunki IBda o'sha o'rgangan narsalarni yoki undan ham ko'proq narsani o'rganib, o'sha tadqiqot yozmasa baribir o'tmaydi imtihonni. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SATni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonida o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Demak, agar siz shu IELTS, SAT o'qiyotgan bo'lsangiz, siz hali beginnersiz MIT uchun. Shunaqami? Endi xudo biladi, masalan, admissions officerlar nima qidirayotganini men bilmayman masalan. Men berishim mumkin bo'lgan yagona maslahat bu odam o'zini qiziqsa o'shani qilish kerak. Juda ham passion bilan qilish kerak, disiplin bilan qilish kerak. Bir kun qilib bo'ldi, endi keyingi yil qilaman, davom ettiraman deyish kerak emas. O'sha o'zini passion bilan qilsa, o'zini personalities qaysi universitetga to'g'ri kelsa, keyin o'sha topshirganiga kirib o'qiveradi. Tushunarli. So,
Xo'p, endi MIT haqida gaplashsak, o'qishlaringiz haftasiga necha soat bo'lyapti va qanaqa? Leksiyalar Stanfordlar uchun haftasiga 3 soat, undan tashqari harbiy fan uchun, undan tashqari yana 2 soat recitation degan sectionlar bo'ladi. Recitation nima? Bu masalan lecture recap bo'ladi. O'sha birinchi 20 minutda 1 soatda leksiya oxirgi leksiyani tushuntirib beradi qaytadan, qolgan 40 minutda masala ishlashga yordam beradi. O'shani hammasini qo'ysangiz, men hozir ikkita matematika fan olayotgan bo'lsam, kelasi 3 soatdan 6 soat leksiya plus yana 4 soat ikkalasida recitation bo'ladi. Shunda 10 soat plus yana fizikadan yana shuncha 15 soat. Yana writing class yana haftasiga 3 soat, 15 ga 18 bo'ladi. Keyin undan tashqari yana computer science class olayotgan bo'lsam, u ham haftasiga 3 soat. Shunda общий leksiyalar bilan recitationlarni qo'shib chiqqanda hammasi 21 soatga to'g'ri kelyapti. Undan tashqari yana dars qilish kerak. Har bitta fanda haftalik uyushlar bo'ladi, problem statistiklarida. Haftalik berishadi sizlarga. Haftalik, har hafta masalan bir xil fanlarniki payshanba, bir xil fanlarniki jumada topshirish kerak, kech paytgacha. Ular o'rtacha 5 dan 10 soatgacha oladi va menda hozir masalan 3 ta fanimda shuni problem set topshirishim kerak bo'lsa, o'rtacha albatta 7 soat deyilsa, 21 soat, o'sha kamida 50 soatcha dars qilish kerak haftasiga, leksiyalarni qo'shganda. Xullas 6 kun ichida faqat shu hojatxonaga ovqatlanishga vaqtingiz bo'lyapti. 5 kun. Boshqa narsaga vaqt yo'q. O'shaning uchun ko'p explore qilishga vaqt hali bo'lmadi. Xudo xolisa winter qishga kanikul kelsa, keyin explore qilish ham o'zini yo'liga bo'ladi. Endi hozir eshitishim bo'yicha, endi qo'pol bo'lsam aytaman, MIT botaniklarning joyiga o'xshayapti. Bu yerda, misol uchun Stanfordda partiyalarni ko'rdim. Unaqa partiyalar yo'qmi? Birinchi adres qiladigan narsa, I'm not a party person. Maybe that's why I am at MIT. Like, keyingi adres qiladigan narsa, what's the point of parties? No, networking, hangoverlar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim fan yo'qmi bu yerda qanaqadir? Fun bar. I'm not in that. There are fun. Like I've seen parties. Like I haven't seen. I have heard of parties because like I didn't. Ularga bormaganman, lekin ular haqida eshitganman. Partiyalar bo'ladi, chunki baribir we are in the US. Yeah, so like 90%. Yeah, 90% of the students are American. So party is natural. Bo'ladi partiyalar. Qiziqqan odam topish qiyin emas. Partiyalar bo'ladi. Masalan, fraternities, if you've heard of them. Fraternity bu masalan o'g'il bolalar o'zi o'sha yashaydi alohida joyda. Campus housing aslida. O'sha o'zini har xil ismlari bor. O'sha Greek letters bo'yicha. O'sha Greek letter bo'yicha o'zini hammasining gruppasi bor. MITda bu narsa juda ham katta. O'sha fraternitiesda juda ham ko'p odamlar bor albatta. Va fraternities degan party degan. Lekin menimcha u yerda ham ular qanaqadir research qilib, nimadir qilib gaplashmoqchi. Men eshitishim bo'yicha fraternitiesda ham o'zini fokuslari bor. Masalan, qaysi fraternitieslar o'sha biznes startupga qiziqishi mumkin, qaysi fraternitieslar o'sha STEMga qiziqishi mumkin va boshqa narsalar. Tushunarli. MITda akademik fokus juda ham katta. Shuning uchun boya aytdingiz, bu yerda sportga unaqa qaramaydi. Misol uchun mana Stanfordga yoki Garvard yoki Yale'dagi qanaqadir olimpiada bo'yicha chempion bo'lsa, kirish onsori, ya'ni shans kattaroq bo'ladi. Bu yerda unaqa shans o'ynamaydi dedingiz. Men ishim bo'yicha recruited athlete o'sha Ivy League maktablarida yaxshi shans beradi. Masalan, o'sha early admissionsda topshirsa, men ishim bo'yicha Ivy League'da yaxshi shans beradi. Agar o'sha national rankingga, milliy rankingga juda ham baland bo'lsa, yaxshi boost beradi applicationga. Lekin bu yerda uncha katta rol o'ynamaydi. O'sha faqat o'sha bu yerdagi coach recommendation letter beradi. Bu katta rol o'ynamaydi. Ya'ni bu yerga faqat knowledge rol o'ynaydi bu. Asosan. Ya'ni sizni o'sha sportga qiziqishingiz yoki social lifeingiz bu yerga unaqa qiziq emas. Qiziq bo'lishi mumkin, agar passion bilan qilib, rostdan seriously oladigan qilgan bo'lsa. Masalan, high school project, I did it for the uni application, it's useless. Sizda project yo'q, hech qanaqa? No, bo'lgan. Like u ham kimyo bo'yicha bo'lgan. U research-da, paper. Men o'zim yozgan paper, men sana bu boshqa minus tomoni international student bo'lishi. Bu yerda masalan community college'larda research qilish ancha osonroq. Masalan, O'zbekistondan ham hozir topshirilayotganlar qilyapti research, lekin masalan ular qanaqa research qilyapti? O'sha boshqa davlat universitetlarga, professorlarga yozib research qilyapti. O'zbekistonda research qilish qiyin. O'shaning uchun menga eng oson ko'ringan yo'llar bo'lgan. Men termodinamikadan qo'llanma yozganman. O'sha universitet o'quvchilari uchun o'zbek tilida bo'lgan narsa. O'sha high level narsa bo'lgani uchun menimcha u ham yordam bergan.
Ya'ni O'zbekiston o'quvchilari uchun qo'llanma yozib o'zbek bergansiz. tilida. O'zbek tilida. ha. Hech qayerda publish qilinmagan, lekin men u narsani yozganman. O'sha admissionsda o'sha faylni ularga jo'natganman. Ha, tushunarli. Mana shu narsani men qilganman. Endi bu yoqda student life haqida ozgincha gaplashsak, o'sha aytganingizdek, partiyalik kamdorsiz, faqat o'qish. Sportga qanaqa bu yoqda? Sportga qiziqadiganlar o'zi davom ettiradi. O'sha maktabdan beri qilib kelayotgan narsa davom ettiradi. Masalan, kimdir qiziqmoqchi bo'lsa qaysi sportga, unga klublarga yozilsa bo'ladi yoki dars olsa bo'ladi. Chunki bu yerda masalan PE credit degan narsa bor. Physical education credit. Kamida 4 ta kredit bo'lishi kerak bitirish uchun. Bu yerda MITning bitta qiziq tomonlaridan bittasi. MITda bitirayotgan o'quvchi suzish bilishi shart. Suzishni bilish. Yoki suzish testdan o'tib o'sha kreditni fulfill qilish kerak yoki dars olish kerak suzishdan. Lekin suzish kreditsiz bitirish mumkin emas bu yerda. Nimaga immuniy suzish? Bilmayman to'g'risi. Balki qanaqadir historical significance bordir. Men ishim bo'yicha oldin urush bo'lgan paytda MITni kampusi Bostonda bo'lgan, Cambridgeda bo'lgan. O'sha daryoda suzib o'tish bo'lish uchun qilgan bo'lishim. Men bu narsa eshitganman, aniq factual emas. Tushunarli. Zo'r. Demak, hamma bitirishdan oldin suzishni bilish kerak. O'sha boyagi savolingizga qaytargan bo'lsa, sport agar qiziqmoqchi bo'lsa, qilsa bo'ladi. Qiyin, katta muammo emas. Yana nima taraflari sizga o'sha MITni yoqyapti hozir imina o'qiyotganingizda? 7 misol uchun Garvardga bordingiz, Yale'ni ko'rdingiz, ikkita universitet Yo'q, ko'rdingiz. Yale emas, Chicago. Chicagoni ko'rdingiz. Ularga qaraganda bu yoni nima pluslari bor ekan? Menga eng yoqqan tomoni o'quvchilarning qanchalik humble'ligi. Humble o'zbekchasiga kamtarligi bo'ladi. Masalan, boya aytib o'tdim o'zingizga ham, yoningizda o'tirgan odam masalan dining hallda o'sha informatikadan olimpiadada birinchi o'rin olib, maktabda maksimal ball olgan bo'lishi mumkin. O'sha universitetga birinchi kirganida, birinchi semestrda 3 ta graduate kurs olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin u ko'cha chiqib o'zini reklama qilmaydi. Gaplashayotganda mana shunaqaman deb o'zini tiqishtirmaydi. Ma'zur masalan shunaqasan tiqishtirmaydi masalan. So'ramagunicha o'zidan tortib olmaguncha yoki internetga otini yozsa chiqib keladi shunda. O'shangacha bilmaysiz. O'sha menga eng yoqqan tomonlardan bittasi o'quvchilar qanchalik humble'ligi. Demak, Google'ga ismini yozsa chiqadigan insonlar bu yoqda o'zini ko'rsatmasdan yuribdi. O'sha fan bo'yicha o'zini qanchalik zo'r bo'lsa ham, reklama qilmaydi o'zini. Tushunarli. Zo'r. Keyin bu yoqda eng o'sha spesifik fani engineering, lekin qolgan faktorlar ham bor. Ya'ni biznes, meditsina. Meditsina yo'q. Meditsina yo'q. Biznes bor, engineering bor, social sciences bor. Social science. Law yo'q. Yo'q, law yo'q. 3 ta faktorga qaraydi bu yoqda. Eng katta maktablardan bittasi shu. Yana School of Science ham bor. Masalan, Pure Sciences, Chemistry, Physics, Math. Xo'p, ikkinchisi Boston o'zi bu yoq, Cambridge sizga qanaqa yoqdimi? Safety taraflama, odamlari. Campus is really safe. Campus o'zi juda ham xavfsiz. Xavotirsiz bemalol yursa bo'ladi kech payt ham. Chunki bu yerda kech payt dars qiladigan o'quvchilar ko'p. Masalan, kampusda o'sha soat 12 dan keyin yursa, odamlar ko'p. Chunki masalan, student centerda o'sha bolalar dars qiladigan joy 2 gacha ochiq bo'ladi ham. Juda ham safe kampus ichi. Kampus tashqarisi masalan, bizga advice bo'lishi ham juda safe emas. Lekin nothing to worry about. Keyin MITda sizdan boshqa o'zbek bormi? Men bilishim bo'yicha yo'q, lekin masalan MBA qilayotgan o'quvchilar bo'lishi mumkin, Masters of Business Administration o'sha Sloan maktabida yoki masalan bu yoqqa kelib citizenlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin international studentlar orasida men o'zim kohortimda ko'rmadim. Tushunarli. Keyin bu yoqdagilar O'zbekiston haqida eshitgan ekansiz? Qiziqarli tomoni ham. Men O'zbekistondan desangiz taniryaptim. Kimga aytsam ham bilyapti o'sha O'rta Osiyodagi davlatligini. Chunki masalan, buni mana ko'rsatadi, prosta MITdagi o'quvchilarni bir tomonlama aqllilik emasligini, ya'ni masalan dunyodan xabardorligini ko'rsatadi. Chunki ko'p amerikaliklar masalan tashqari chiqsa, ko'pchilik bilmaydi masalan O'zbekiston qattiq. Lekin bu yerda masalan kimga aytgan bo'lsam, hamma bildi. 100%. Hech kim yo'q, men bilmagan bu davlat deb aytmadi. Men aytgandan keyin Toshkentda yashaysanmi deb so'radi. Demak, Toshkent capitalligini ham biladi. Keyin yana bitta narsani aytdingiz, Chicagoga siz topshirmagan ekansiz. O'shani ham bitta sababini aytsangiz. Chicagoga kirish shansiz 50 dan oshgan, menimcha 60-70% acceptance bor edi sizda, lekin rad qildingiz. Unga qaytib keladigan bo'lsa, Chicagoga nima bo'lgan? Men masalan UWC o'sha o'qigan maktabimda o'zini alohida Chicago programmasi bo'lgan. UWC o'quvchilar uchun advertise, ya'ni reklama qilinadigan bitta
yozgi programmasi bo'lgan. O'sha topshirganman, scholarship olganman, o'sha flight ham narsasi qoplangan. Masalan, agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, Chicago menga kamida $3000 investitsiya qilgan edi o'sha paytda. Chunki programmasi $1000 edi, flightlar bilan 2000 plus 3000 bo'ladi. O'shanda menga universitet yoqqan, lekin masalan u o'tda fokus asosan social sciencelarga. Men tushunishim bo'yicha. Chunki masalan Chicago ekonomika uchun juda ham mashhur, biznesga, lawga ham bor. O'tda yana engineering yo'q o'tda. O'tda pure sciencelar yaxshi, lekin masalan matematikani quruq o'zi yoki kimiyani quruq o'zi yaxshi, fizikani quruq o'zi yaxshi, lekin engineering yo'q o'tda. Menda o'sha yozgi programmasiga borganim uchun ham o'tda alohida separate application bor yozgi programmaga qatnashganlar uchun summer student early notification degan va unga topshirsa u early decisiondan ham oldin boshlanadi va unga topshirsa kirish ehtimoli juda ham katta, lekin u binding, ya'ni topshirgandan keyin kirish shart. O'zgartira olmaysiz. Agar kirmasangiz keyin maktabingizni blacklistga tiqib qo'yadi. Chunki u narsa oldin bo'lgan bo'lsa maktabda kimdir o'sha New York universiteti mashhur universitetga kirgan, yo'q degan binding applicationdan keyin o'shandan beri hech kim olmagan bo'lsa maktab. NYU UWCdan hech kim olmaydi. Yo'q, aynan bizning maktab Dilijandan. Dilijan. Bitta bola butun maktabni anaqasini futurini o'zgartirib qo'yadi. Qilishi mumkin o'shani. Bu narsani maktab bilmaydi lekin. Maktab biladi, chunki advisors maktabda bo'ladi. O'sha university counselorga bilib turish kerak, qaysi universitetga ketayotganingizni. Ular ham qanaqadir sizga yordam berishdimi? Bergan. Masalan, men essaylarni yozayotganim hech kimdan ham so'ramaganman. Qanaqadir consulting servicedan yoki boshqa joylarga bormaganman. Faqat yordam bergan o'zim o'rtog'im bor edi, Kolumbiyalik o'sha paytda birga yozganmiz, u o'zini universitetiga topshirgan, kirib ketdi ham. Kolumbiyaga. Yo'q, u Kolumbiyalik edi. Davlat. U hozir Tulane universitetida o'qiyapti. O'sha birga yozganmiz inshollahni. U menikini o'qiganman, keyin feedback berib yozganmiz. O'sha university counselordan ham bir maslahat olganman. O'sha bizning university counselor ishmasam Oxfordda bitirgan edi. Endi yana bitta savol. Ertaga bu javobingiz o'zgarishi mumkin, lekin prosta bugunga so'rab qo'yamiz. Ertaga 4 yildan keyin O'zbekistonga qaytib borasizmi? Bu qiziq savol. Bu savolning javobi 4 yildan keyin aytaman. Bu savolning javobi depends on what major I will be doing. And depends on if I want to pursue grad school or not. So that's bu juda ham katta qismiga javob beradi savolni. Ya'ni majorimga qarab grad school qilamanmi yo'qmi? Ya'ni magistratura topshirasiz. Magistratura yoki PhD ga topshiramanmi yo'qmi? Chunki masalan Amerika universitetlarida bakalavrdan keyin PhD ga to'g'ridan to'g'ri topshirsa bo'ladi. O'shanga qarab javobim o'zgaradi. Birinchi major aniq qilsam, Xudo xolasa keyin javob bera olaman bu savolga, lekin hozir yo'q. Demak, hozir shuncha o'qib bakalavrga kirib, bakalavrdan keyin ham yana qayergadir topshirmoqchisiz. U o'sha major tanlaganimga bog'liq bo'ladi, lekin I wouldn't say no because chunki PhD nima? PhD bu o'zini sohasida yangi ilm qilish. Ilm qilish degani men nazarda tutaman, yangi narsa yaratish. Masalan, kimyodan yangi molekula yasab, o'shani xususiyatlarini o'rganish yoki masalan fizikada yangi teoriya o'sha qaysi teoriyani masalan xususiyatlarini o'rganish, o'zidan oldingi bo'lmagan informatsiyani qo'shish. O'shaning uchun PhD juda ham exciting. Lekin по-любому Amerikada qilasan. Uni ko'ramiz. Bu siyosiy vaziyatlarga juda ham heavily dependent, so we'll see. Tushunarli. Demak, siz misol uchun kelajakdagi kasbingizni tanlashingizga hammasini hozir 1-yildan keyingi anaqa o'zgartiradi. Bu narsani hozir nima deyishim mumkin? Bu largely I think men o'ylashim bo'yicha birinchi kursni tugatganimda, o'sha birinchi kursni bahorgi semestr o'rtalarida xudo xolasa bu narsa menimcha aniq bo'ladi. O'sha o'zim qiziqishimga qarab, masalan, o'sha professorlar bilan munosabatim, ular menga qanaqa maslahat beradi, o'shanga qarab yo'q davom etadi. Hozir majorimni aniq mana shu deb ayta olmayman. Chunki bu yerda meni qiziqtiradigan juda ham ko'p majorlar. Masalan, men bitta narsaga menga STEM juda ham yoqadi. Masalan, computer science o'qisam, men o'shani passion bilan qila olaman. Kimyo o'qisam qila olaman, fizika o'qisam qila olaman. Lekin qaysi birini tanlashim bu job perspektivga ham ko'p kelajakda bog'liq bo'ladi. Shuning uchun menga ko'proq informatsiya kerak. Tushunarli. Demak, MIT ga kirgan Abdullohni hali kelajakdagi kasb tanlamagan. Yo'q. MIT ga O'zbekistondan nimadir olib kelish kerak bo'lsa, nimani olib kelardingiz? Oshdan tashqari. Nimadan tashqari? Oshdan tashqari. O'zbekistondan MIT ga. O'zbekistondan MIT ga. Keyingisi nima bo'ladi? MIT dan O'zbekistonga nima olib borasiz?
Interesting. Manimcha O'zbekistonda MITga hospitality desa bo'ladi. Chunki bu yerdagi odamlar nice, juda ham nice, lekin hospitality masalan aktiv emas. Qaysi bu yomon narsa emas. Odamlar juda ham nice, har doim yordam berishga tayyor. Boya aytayotganim juda ham humble. O'zini manmanlikka solib yordam berishdan qochmaydi. Lekin masalan traditionally in Uzbekistan, I think hospitality is one of the strongest like traits that Uzbeks have. And manimcha hospitality bo'lsa kerak. Endi bu yoqdan u yoqqa nima olib borasiz? Humble. Ko'p narsani O'zbekistonda humbly bor. O'zbekistonda humbly yo'q emas. Ko'p narsa olib borsa bo'ladi bu yerdan O'zbekistonga. Aynan agar universitet sifatida qaraydigan bo'lsak, the power difference between professor and student is really low here. Like, chunki o'zbek bu yerda professor bilan o'quvchini orasidagi baryer juda ham kichkina. Masalan, borib so'rash bemalol yoki approachable juda ham. Menimcha o'sha narsani O'zbekistonga borsa bo'ladi. O'quvchi bilan professor orasidagi baryer kamaytirish kerak. Hurmat bor, yo'q emas, lekin approachable. Ya'ni o'rtoq bo'lib ketmaydi. O'rtoq bo'lib ketmaydi, lekin savol so'rasa bemalol. Bu yerga ikkinchi marta kelishingiz, aytishingiz bo'yicha, AQShga ham? da. Culture shock bo'lmadi. Chunki men o'z xalqaro maktabdan kelganman, culture shock o'tda bo'lgan. Bu yerda hech narsa yo'q. Demak, UWC sizni Amerikaga tayyorlagan. O'tda nima culture shock bo'lgan, misol uchun? O'tda juda ham ko'p 11-sinfda borgansiz. 11-12 ga borganman o'tda. O'tda culture shock nima bo'lgan? 16 yosh bo'lgansiz, to'g'rimi? 17. 17 yoshli 17 ga to'lib borgan. To'lishim bilan ketganman u yoqqa. Qaysi davlat? Armeniyaga. Armeniyaga. Lekin o'tda culture shock Armeniya uchun bo'lmagan. Chunki Armenia post-Soviet country. Culture, tradition, they are not really different, except the part that they are not Muslims, they are Christians. But like the values are really similar. Like O'zbekiston ham Armeniya juda ham konservativ. Bu menga yoqqan tomonlardan bittasi. Agar til bir xil bo'lganda uncha katta farq ham bo'lmagan O'zbekiston bilan Armeniya orasida. Culture shock maktab ichida bo'lgan, chunki maktabda 80 dan ko'p davlatdan o'quvchilar keladi, yevropalilar, boshqalar, o'tda valuelar juda ham differ qiladi. Keyin yana bitta savol qolib ketdi. Boshqa universitetlarda men eshitdim, religious taraflama boshqa tarafga o'tib ketib qolish, ya'ni musulmondan xristianlikka yoki open minded US culture ga kirib ketish boshqa universitetlarda anaqa tayinlashar ekan. Misol uchun qo'pol qilib aytganda ichishni o'rgatish yoki partiya qilishlarni. Bu yoqda qanaqa? Interesting. Ya'ni chunki nomini ayta olmayman, lekin bir xil universitetlar qiziq, juda ham qiziq. ichishni o'rgatyapti. Chunki bizada xalqaro o'qishlar uchun alohida orientatsiya bo'lgan. Bir hafta oldin kelganmiz bu yoqqa. Ular doktor olib kelgan. Nima olib kelgan? Doktor. Doktor. Shifokor olib kelgan. U shifokor bizga nima degan? Ichishdan boshqa fan qiladigan aktivitetiga juda ham ko'p. U ichishga qarshi advice qilgan. U o'sha 30 yillik tajribasi bor shifokor olib kelishgan. U bizga tushuntirgan o'sha alkogolni hamma bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarini, alkogolsiz qanaqa fan qilish mumkinligini, keyin yana tashqari общий orientation o'sha 1000 ta kohort uchun orientationda ham ichishga qarshi teatr sahnasi qo'yib berishgan, o'sha orientation team bilan bu yerga ichishga qarshi. Nima misol uchun? Chunki 21 yoshdan kichkina bu yerda ko'pchilik. Misol uchun ichishdan boshqa nima fan qilsa bo'lar ekan? Nimani o'rgatdi sizga? U yerda masalan asosiy value, weight, ichishdan tashqari fan birga vaqt o'tkazish. Masalan, ping pong, like pool table, like doing problem sets together. Because like as I've already told, like homework like usually juda ham katta. Birga qilganda ancha fanroq bo'ladi bitta o'ziga. Bu narsani ayta olaman, MIT ichishga qarshi. Demak, boshqa universitetlar ichishni, qanaqa qilib ichishni o'rgatayotgan bir paytda MIT boshqa narsasini o'rgatyapti. Demak, MIT bilan boshqa universitetlarni farqi juda ham katta ekan. Chunki masalan, MITdagi academic excellence yana bitta tomondan ko'rsa bo'ladi. Putnam degan matematika olimpiadasi bor. Agar natijalarni ochib ko'rsanglar, top 50 tasi hammasi MITdan. Ya'ni matematika olimpiadasida. O'sha universitetlar, Amerikadagi universitetlar, Kanada ham bor adashmasa, o'sha matematika musobaqasi 50 tasi, top 50 tasi faqat MIT. Orada bir ikkita boshqa universitetlar bor, lekin 80% dan ko'proq MIT. Academic excellence bu MIT o'zi tervoladi shunaqa. O'zini sohasi bo'yicha eng zo'r high school o'quvchilarni. Social science emas, aynan STEM bo'yicha. Keyin misol uchun men
Mark Zuckerbergni Garvarddan eshitdim, okey. Stanfordda yana kimdir eshitdim. MITdan kim bor? Nomi Richard chiqqan. Feynman. He's a Nobel Prize winner from physics. Richard Feynman o'sha mashhur fizik, o'zini sohasida juda ham katta groundbreaking natijalarga erishgan fizikada. Undan tashqari yana Buzz Aldrin, o'sha oyga chiqqan astronavt, ham MITda o'qigan. Yana MITda asosiy alumnilar o'zini fanga asosan contribution qiladi. O'zini cho'ntagiga emas. Ha, tushunarli. O'shaning uchun nomi chiqmaydi. O'shaning uchun ko'pchilik odamga qiziqmasdi. Boy odam qiziqroq science-ga contribute qilgandan ko'ra. Lekin science-ga o'sha contribute qilayotgan odam ko'proq foyda istayapti davlatga. Davlatga yoki humanityga. Humanityga, ha, humanityga. To'g'ri. Da, tushunarli. Demak, men faqat boylarni bilganim uchun MITda mashhur insonlarni bilmayman. To'g'ri. Abdulloh, rahmat kattakon vaqtingizni ajratganingiz uchun. O'sha oxirgi gaplaringiz MITga keyingi yil yoki undan keyingi yil kirmoqchi bo'lgan. Hozir aslida menimcha 8 yoki 9 sinflarga etsangiz, menimcha foydali bo'ladi, xudo xohlasa. O'sha boya aytib o'tgan maslahatim, bitta sohani tanlab o'shani passion bilan davom ettirish kerak. Iloji boricha ko'p informatsiya olib, nima projektlar qilish mumkin bo'lsa qilib, o'zini qiziqtirgan narsa bilan shug'ullanish kerak. Bu narsani to'xtatish kerak emas. Bu universitet end goal bo'lishi kerak emas. End goal o'sha o'zini sohasida qanaqadir kelajakda contribution qilishga maqsad bo'lishi kerak. Masalan, o'sha Richard Feynman boya o'tib o'tgan Nobel mukofoti sovrindori aytganki, odam o'zini qiziqqan sohasini undisciplined, ya'ni juda ham chaotic bo'lsa ham zavq bilan berilib o'rganish kerak. O'shandagina yaxshi natijaga erishish mumkin. Aynan quote emas bu narsa, men o'zim tushungan narsam aytgan bo'yicha. Ya'ni joningizni bersangizgina yutishingiz mumkin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyin yana bitta iltimos. Xo'p, men sizni filtringizga o'tadigan bolalarni yig'ib bersam, misol uchun 1 oyda bir martadir, 2 oyda bir martadir Zoom session qilib bera olasizmi? For MITga topshirish bo'yicha. 1 oyda bir marta, 2 oyda bir marta bo'lsa bo'ladi. O'sha bo'sh vaqt kelishlanadi oldindan. Bo'ladi. Demak, bu videodan keyin xudo xolasa biz Instagramimizga filtr qo'yamiz, Google Docs yoki qanaqadir question qo'ysak, o'sha siz aytayotgan kriteriyalarga mos keladigan 8-sinfdir yoki 11-sinfdir bolalarni yig'ib bersam, qanaqadir savollari bo'lsa, javobini bersangiz, xudo xolasa. Chunki menimcha siz xohlaysiz, bu yoqqa sizdan keyin ko'proq o'z bela kelishini. Biz ham xuddi o'shaning tarafdorimiz. Bu narsaga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, xudo xolasa. Keyingi yil masjidga kelishsa agar MIT bizning o'z belalarimiz mana shu joyni eslab qolishadi. Biz hozir qaysi buildingdamiz? Hayden Library'damiz. Agar siz keyingi MITni o'quvchisi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu video sababli mana shu Hayden Library'da olgan bo'lamiz. Masjidga kelib, eslab qo'ysangiz, mana shu yerda video olishgan, biz o'shani ko'rganmiz. Shuning uchun biz kirdik desanglar, biz xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Abdulloh, rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Yana bitta fakt Abdulloh eslariga kelib qoldi. Bitta o'zingiz aytib berasiz. Bizda tematikda birinchi semestrda baho qo'yilmaydi. Ya'ni transkriptga GPA hech qanaqa effekt bo'lmaydi. Faqatgina pass yoki no record bo'ladi. Ya'ni agar imtihonni o'sha 60% dan baland olsa, общий hamma imtihonlarni qo'shishganda o'tadi va o'tdi deb yoziladi, baho qo'yilmaydi. Agar o'ta olmasa, transkript qilmay yozilmaydi. Ikkinchi semestrda ABC no record bo'ladi, ya'ni baho qo'yiladi. Agar fail qilsa, hech narsa yozilmaydi. Va buni sababini bir xil aytdi, oldin suicide rate katta bo'lgan, shuning uchun MITda birinchi semestrda bahoni yo'q qilishgan, stress kamaytirish uchun va o'quvchilarga ko'proq explore qilish imkoniyati berish uchun. Ya'ni bu yerda bolalar shunchalik o'qishga berilganki, agar bahosi past chiqadigan bo'lsa, o'zini o'ldirgan. Endi past, it's a gaplar bor-da. Demak, birinchi yilda baho qo'yilmasa, просто o'zingiz uchun o'qiysiz. Pass bo'lish kerak, baribir 70% dan osha o'tish kerak. O'tmasangiz scholarship olmaydi. Yo'q, scholarship bunga umuman akademik performansga aloqasi yo'q. Agar hamma subject fail qilsa, u expel bo'ladi. Lekin scholarship bilan baho correlated emas. Scholarship need based. Hozir shunda fail bo'ldingiz. Birinchi kurs boshqadan o'qisizmi? Yo'q, hayda oshadi. Hamma kursdan? Da. Hamma kursdan fail qilishni harakat qilish fail. So'z belli oldi, общий. No, lekin yo'q, bu har bir fan bo'yicha alohida bo'ladi. Sizlar qaysi fandan o'tib, qaysi fandan o'tmasangiz. Demak, o'sha fanni keyingi boshqadan o'qiysiz. Agar majorga kerak bo'lsa ham. O'qimasa ham.
agar masalan o'zini mechaga aloqasi bo'lmagan yo'l bo'lgan fanni o'qiyotgan bo'lsa shart emas. Chunki fanni tanlanadi baribir. Agar o'zini mechaga kelmasa qaytadan o'qish shart. Chunki kredit yo'q bo'ladi, kreditsiz bitirmaydi. Ha, da, tushunarli. Gap yo'q. Demak, bu yerda baho uchun emas, o'zi uchun o'qilarganda. Shunaqa.